Men bolaligimdan otam tarbiyasi, metodikasi bor o'zini. Ya'ni faqat qattiqqo'llik emas, faqat rag'bat emas, ikkalasini birgalikda olib ketish parallel ravishda. Misol uchun men maktabda o'qisam, har bitta 5 olgan bahoyimga dadamni rag'batlantirishi bordi. Shunga men niyat qilib, ko'proq yo bolalikda pulga qiziqamiz baribir. Pul uchun harakat qilib, 5 baholarni juda ham ko'paytirib tashlaganman. Shu darajaga borganki, dadamni qarz qilib qo'yganman. Ya'ni undan tashqari, masalan, bolalikda maktabdan kelgandan keyin o'yin qarab bo'lamiz, o'yinga chiqamiz, boshqa qilamiz. O'sha holatda ham birinchi men vazifam, uyga vazifalarim, hammam maktab narsalarini bajarib bo'lib, keyin chiqishim kerak edi. Mol boqqani chiqib ketardim ko'pincha, endi yoshlikda qishloqda shunaqa sharoit bo'ladi. O'shanga ham men mol boqqani chiqib ketayotgan paytimda kitobing qani deb har doim so'ralgan. Qo'limda kitobim bo'lmasa, men chiqib keta olmasdim ko'chaga. Xuddi shunaqa holat bo'lib, baribir yosh bola kitobni qo'yib qo'yadi, boshqa qiladi, o'yin qiladi, lekin baribir har kuni kitob olib boryapmanmi, o'qishga intilardim. Keyin o'sha bizning tuman, So'x tuman bo'lgancha tog' toshlar orasi, shu mozorga yaqinroq joyda mol boqayotganimda o'zimga o'zim fikrlab qo'yganman. Yosh bola bo'lganman, lekin fikrlaganmanda, nahotki shu tog' tosh orasida tug'ilib, yashab, yana o'lib ketsak. Ya'ni dunyo ko'rish niyati, ya'ni dunyo darajasiga chiqa olmaymanmi degan narsa bor edi. Ya'ni bizda Qirg'iziston bilan chegara bo'lgani uchun har doim ham shaharga chiqa olmaymiz, boshqa narsa bo'ladi, cheklov bor baribir. O'shanda niyat qilgandim, men xudo xolasa dunyo darajasiga chiqaman va bemalol dunyo bo'ylab o'sha kasbimni, faoliyatimni amalga oshiraman deb niyat qilganman. O'shandan keyin Toshkentga o'qishga topshirganman, chunki viloyatda o'qigandan ko'ra baribir Toshkentda o'qishda farqi bor. Chunki muhit boshqa, bu yerdagi talabalarning maqsadlari boshqa, baribir qisman farq qiladi viloyatga qaraganda. Shu yerga kelganda o'zim kursdoshlarim bor edi. Ular bilan Germaniyaga ketish yo'li borligini bilganmiz va birgalikda harakat qilganmiz. Birinchi o'sha talabalik paytida borib keldik 2022-yil. Borib o'sha o'zimiz sohaga yaqinroq bo'lgan tibbiy uskunalar ishlab chiqaradigan zavodda ishlaganmiz. Bizga qiziq bo'lgan, qanaqa tibbiy uskunalar ishlab chiqariladi, nima qiladi va o'sha nemislar bilan birgalikda muloqot qilish qiziq bo'ldi. U yerda ishladik. Keyin yana kelib o'qishni davom ettirdim va keyingi safar o'qishimni bitirgandan keyin 2024-yil Germaniya akademiyasi bor, ya'ni Deutsche Akademie deyiladi va o'shanda tilimni yana ham yaxshilash uchun borganman. Va u yerda borib tahsil oldim va qaytdim O'zbekistonga. Bu yerda qiladigan ishlarim borligi uchun qaytdim va kelgandan keyin bu yerda asosiy qo'shimcha ishlarim bor. O'shalarni bajarib bo'lgandan keyin Germaniyadan klinikalar bilan muloqot qilishni boshladim. Ya'ni o'zingiz mustaqil. Mustaqil. Hech qanday konsalting yoki birovning yordamisiz mustaqil harakat qildim. Juda ko'p klinikalar bilan bog'landik va bir klinikalardan biri men bilan muloqot qilishga rozi bo'ldi. Va suhbat tashkilladik. Suhbatda men bilan savol-javob bo'ldi, aynan nemis tilida. 100% nemis tilida, hech qanaqa o'zbek tilini aralashtirish imkoniyati yo'q u yerda, chunki u tushunmaydi. Va unda men o'zim haqimda, kasbiy faoliyatim haqida, qilgan amaliyotlarim haqida gaplashdik va ular ma'qul deb topdi va bizga ish shartnomasini berdi. Shundan keyin elchixonaga hujjat tayyorlashni boshladik va borib ishga joylashdik. O'zbekistondan borganlarni hammasida bo'ladi sinov muddati. Proba sayt deyiladi. Sinov muddati va o'sha sinov muddati xudo xolasa yaxshi o'tdi bizda. Ya'ni ular birinchi ishga olgan taqdirda ham sinab ko'radi. Qanchadir vaqt davomida o'sha shifokorni kuzatadi, faoliyatini kuzatadi, atrofdagilar bilan o'sha nemis tilida kollegalar deyiladi, ya'ni hamkasblar bilan muloqotini, jamoa bilan muloqotini tekshiradi, bilimini tekshiradi, til darajasini tekshiradi va shulardan keyin bizdan mamnun bo'ldi. Va yana bitta quvonchli tarafi, men ishga olgandan keyin o'sha klinikada yana 4 ta shifokorga bo'sh ish o'rni bor edi. Va o'sha ish beruvchilar bir qarorga keldi, faqat O'zbekistondan olamiz degan narsa. O'sha 4 ta qolgan shifokorlar ham O'zbekistondan boryapti, xudo xolasa fevral oyida ular ham ish boshlaydi. Yaxshi.